Kechki parvarish. Yuzimizni tozalaymiz. Mitsellarka yoki gidrofilniy yog' bilan. Menda gidrofilniy yog' va tozalaymiz. Gidrofilniy yog'dan keyin esa penka bilan yuvish kerak bo'ladi. Bo'ynimizni unutmaymiz. Endi penka. Qizlar, kechki payt yuzingizni tozalashga erinmanglar. Chunki kun ichida chang bo'ladi. Kosmetikangiz, krem hammasidan yuzimizni tozalashimiz kerak. Masalan, uyqungiz kelib tursa, erinsangiz kechki payt yuvishga, yaxshisi yuzingizni ertaroq tozalab qo'ying. Ya'ni 7-8larda kechqurun yuzni tozalash ertalab tozalashdan muhimroq hisoblanadi. Yuzimni tozaladim. Endi gidrolat sepaman. Gidrolat bu o'simliklardan olingan suv. Naturalniy hisoblanadi. Terimizni namligini saqlashga yordam beradi. Gidrolatni ustiga svirtka. Kechasiga men krem surmayman. Faqat lегкий teksturali svirtka ishlatishim mumkin yoki retinollarni ishlatishim mumkin. Bu svirtkada vitamin C va ozgina o'simlik yog'lari bor. Teksturasi yengil bo'lgani uchun ishlataman. Kremday emas. Endi ko'zimni atrofiga ozgina massaj qilaman. Chimchilash massaji. Bu massajni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki kollagen ishlab chiqarishda yordam beradi. Endi shu qismdagi mushakni bo'shashtiramiz massaj qilib. Ikki qo'lim bilan boshingizni ozgina egiltirib massaj qiling. Endi yuqoriga qovoqni ko'tarishga mashq. Fiksatsiya qildik qoshlarimizni va ko'zingizni pastga qaratib yumishga harakat qiling. Mana shu qismni fiksatsiya qilib, qoshlarimizni ko'taramiz. Bu ham qovoqni ko'taradigan mashq. Terim tozalandi, oziqlandi, qon aylanishi yaxshilandi. Chunki massaj qildim. Har doim go'zal va sog'lom qoling.